Noto'g'ri освещениyani ko'pchilik gapirib chiqyapti. Biz bu narsani ko'rsatib beraylik dedi. Nimaga desa, bu zonani biz shuning uchun tayyor qildik. Mana xodimimiz hozir o'tiribdi, noto'g'ri yorug'likda, shu boshi og'rishi, boshqa narsa, hamma minus plusini o'zi gapirib bo'ldi. Haqiqatda ham shunaqa. To'g'ri освещение qanaqa bo'ladi? To'g'ri освещение mana bunaqa bo'ladi. Mana hozir 2 dona galogen, misol zonasini yoritib beryapti, boshqa hamma yoq o'chib turibdi. Soya ham tushayotgani yo'q, kerakli shu ishlaydigan zonasiga yorug' tushib turibdi. Ko'zi ham og'rimaydi, boshi ham og'rimaydi, hamma taraflama plus. Mana общий yoqganda mana bunaqa bo'ladi. Kerakli o'sha remontingizdagi panolar, boshqalar hammasi joy-joyida simmetriyalar bilan qo'yilgan освещениyalar hammasi cho'tki sizlarga o'sha mana shu kerakli освещенияni qilib beriladi. Bu narsalar hozir men hamma chaynayapti. Hozir mutaxassislar уже bor. Mana biz ham shu sohani ichidamiz. Kelsanglar mana real ko'rsatib beramiz. Qanaqa bo'ladi? To'g'ri, noto'g'ri освещение. Ofisi borlar, xodimlarga yaxshi sharoit qilib berishlar uchun hozir imkoniyat bor. Shu pulinglar ketadi, lekin kerakli освещениyani hozir qilib bera olasizlar. Kelinglar, maslahatlar bizda tekin, foydalaning.